Menga bosh taksi kerak. Девушка, куда едем? Вы узбечка? С вами все в порядке? Почему вы плачете? Da, o'zbekman. Анда өзбекче сөйлеңіз, мен түшінем. Sizga nima oldu? Meni biron bir aviakassaga olib borib qo'ying. O'zbekistonga tez uchishim kerak. Nam o'tib qoldilar. O'zbekistonga bilet olmoqchiman. Qirg'iz yigit surishtirib ko'rib qo'qmoqqa bilet bir haftadan so'ng borligini aytdi. Keyin meni O'zbekistonga qatnaydigan avtovokzalga tashab, mashinada 3 kunda yetib borasiz dedi. Men ketyapman. Mashinada 3 kunda yetib boraman. Ozgina kutib turinglar. Holida mahalla imomi mayyitni tezda yerga qo'yish kerak deyapti. Unda sizdan iltimos. Qizim sizlarnikida turib tursin borgunimcha, xo'p? Musofirlikda shunday vaziyatlar ham bo'lar ekan. Onamni oxirgi yo'lga ham kuzata olmadim. Mana bugun hamqishlog'imiz Xolidani volidasini Abadiy dunyoga kuzatmoqdamiz. Erta beva qolib, o'zi yakka Xolidani turmushga uzatdi. Qiyin sharoitda Qorhalin yashaganligin bilib endi mayyitni biz masjid o'z zimmamiz ostida qabrga qo'yamiz. Voy oley. Yaxshi ham tush ekan. Alloh asrasin bunday balodan. Xolida bizga 1 so'm berib qo'yib deymi? Bolalar uyiga berib yuboring. Bo'g'dosga to'qatim yo'q. Tushundingizmi? Uy yonib ketgan. Otasi yo'q, onasi Rossiyada deng. Na iloj, ayolim qo'ymadi, yo'qoting buni deb. Ilojim qancha? Axir men ham boy emasman. Nega soncha muңayib tursiz? Onamni janozasiga ulgurmadim. Jaraydi, o'tingiz. Qozoq chegarachilardan iltimos qilgan bo'lardim, doimo shunday yaxshi muomala qilsalar. Rahmat. Perival yo'lida ovqatlanyapman. Biz taraflarda kun isib ketdi.